Uyimizni narxi, uyni narxi 90 ming, 6 sotik 7 xona. Uyni kattaroq voddan boshlanadi. 911 da turibmiz. Kirishimizda chap qo'lda katta bitta xonamiz. Uylarda sesmali, regelli, xomg'ishda baquvvat qilib 2 etajga moslab qurilgan. Shuni 2-etaj ko'tarib olsangiz ham bo'ladi, lekin uy juda ham baland. Tomlarni ko'ryapsizlar. 3 ta sanuzel, 7 ta xonasi bor. Tayyor korobka holatda 90 mingga. Eng qizig'i bu tomonimiz ham ko'cha. Kichkina eshik qo'yilgan, bu tomonimiz ham ko'cha. Uni pishig'ishliklar sanuzel 2 ta ag'da, bitta ag'da. Общий 3 ta sanuzeli bor. 7 xonadan tashqari 3 ta sanuzel. Juda ham katta-katta uylar qurilgan. Uyda o'zlari uchun qurgan ekanlar. Gazi, suvi, sveti bor. Hamma yo'g'i bor ekan. Marlonda 911 da mana shu yerda muhafli burilish bor o'sha yerda. O'shini atrofida. Katta yo'lga juda ham yaqin. Lokatsiyasi shu 911 dan so'raganlarga gazi, suvi, sveti bor joydan. Mana uyimizni mehmonxonani bitta ko'rishlari mumkin. Mehmonxona juda ham katta baquvvat bo'lgan. Holati yaxshi. Oldiga bitta panorama qilib aynaga qo'ysangiz ham bo'laveradi, zina qilib, xohlasangiz g'ish ursangiz ham bo'laveradi. Juda ham katta qilingan. Xo'p, bu vaqti katta ekan, katta balandligi ham juda ham baland. Uyda holat shu, past raqamlar barakaga, sizlarga baraka qolamiz.